O'tgan videoyimda shindagi narsalarni raspakovka qilib kiyishga ulgurmagandim. O'shaning uchun bugun hammasini primerka qilib ko'ramiz. Birinchi bo'lib ustimdagi kiyimlarni kiyib ko'ramiz, takat bular ko'pchilik. Bunaqa mayichka oldim, lekin buni kiyib o'tirmayman. Buni rubashkalarni ichidan kiysam taqa qulay bo'ladi deb shunaqa xlopikli mayichka oldim. Keyin esa mana bunaqa mayichka oldim. Buni ham rubashkalar bilan kiyishga hozir kiyib ko'raman buni. Mana shunaqa qilib rubashkalar bilan kiyib yuraman dedim. Hozir qo'limga tushgan rubashka faqat shu bo'ldi. Keyingisi. Bunaqa seri koftichka oldim. Oh my god, menga juda ham yoqdi. Prям mashinda. To'g'risi bundan umidlarim katta emas edi, lekin o'ylaganimdan ham chiroyli chiqdi. И качествоsi ham, конечно же, 100% xlopik. Endi esa mana bu koftichkani kiyib ko'ramiz. To'g'risi meni bundan umidlarim katta. Agar bundan ham yaxshi bo'lmasa, xafa bo'laman. Okay, bu ekzamindan o'tdi. O'ylaganimdan ham chiroyli bo'lib chiqdi. Yo'q, o'ylaganimdek chiroyli bo'lib chiqdi. Ichi ko'rinmasligi ham juda ham yoqdi, chunki ko'p oq kiyimlarni ichi ko'rinadi, bilasizlar. Problema, qizlarning problemasi. Мне кажется, 10 dan 9 qo'yaman. Chunki mana bu sal kattalik qilyapti menga. Sal yoki razmerni bitta kichkina olishim kerak edi menimcha. Bu meni xatoim mayli. O'tgan videoda men bu qanaqa futbolka, men buni zakaz qilmaganman dedim, lekin keyin kirib tekshirsam, приложениеga zakaz qilgan ekanman. Bu nima uchun bunaqa off shoulder bo'lib turish kerak? Bilmadim turadimi yo'qmi, так что kiyib ko'ramiz. Okay, bu ham idealni turdi. Menga juda ham yoqdi. Прям вообще крутой. Ko'p menga off shoulderlarni yoqmaydigan tarafi, неестественно, shu mamatiz bug'ib qo'yadi bir taraf off shoulderlarni. Mamatini doim bunaqa bug'ib qo'yib, некрасиво turadi. И плюс kiygan odam doim такой dushit qiladi, короче. Bug'ib qo'yadi. Da, to'g'ri aytdim boshida. Lekin bu umuman bug'maydi. И yozda maza qilib kiysangiz bo'ladi deb o'ylayman. Конечно же, xlopik bo'lgani uchun mana shu yozda bemalol isib ketmay kiysa bo'ladi. Va oxiri mana shu shortikni kiyib ko'ramiz. Buni chiroyliligini qaranglar, mana bunaqa pointlari bor, bantiklari. Hozir Koreyada mana shu bantiki bor narsalar juda ham mashhur bo'lyapti. И ko'ramiz. So cute, so demure. Bantikchalari rostdan juda ham chiroyli turibdi. Bu bilan uncha turmadi, to'g'risini aytsam. Мне кажется, boyagilar bilan, doro narsalar bilan yana ham chiroyliroq turadi. Bu safar shindagi narsalar menga juda ham yoqdi. Shunaqa qilib shindagi hamma narsa menga yoqdi. Sizlarga rekomenduyu. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.